Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Omadbek Kenjayev. Bahor mavsumi boshidagi yog'ingarchiliklar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda yilning barakali va serhosil bo'lishiga xizmat qiladi. Ayni kunlarda hududlarda mavsumiy agrotexnik tadbirlar olib borilmoqda. Qolaversa, ekish ishlariga ham puxta hozirlik ko'rilyapti. Mavzuni muxbirimiz Qo'shko'pir tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiradi. Bugungi kunda tumanda 161 ta fermer xo'jaligi mavjud. 2025-yil uchun ekin yer maydonlari turli ekin mahsulotlari uchun hozirdan taqsimlab olingan. Xususan, 9800 gektar yer maydoniga paxta, 3700 gektar yerga g'alla, sabzavotlar 870 gektar, poliz ekinlari 760 gektar, dukkakli mahsulotlar 125 gektar, kartoshka 680 gektar, sholi 230 gektar va boshqa ozuqa mahsulotlari 545 gektar yer maydonlariga ekilishi rejalashtirilmoqda. 2024-yilimiz bir yaxshi yil oldu. Dehqonlar uchun ham hamma narsa uchun yaxshi yil oldu. Hem suvimiz mol oldu. Dehqonlarimizga barakali yil bo'ldi. Yine bu yil Xudo xolasa 25-yilni boshidan qishloq xo'jalik ekinlarini ekish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib boryapmiz. 11 kilometr yerga davlat dasturi asosida Xonobod bir kanalni betonlashtirib turibmiz. Suv keladigan kanalları betonlashtiradigan bo'lsak 30-35% suvni tejab qolish imkoniyatimiz bor. Dalalarimizni 95% maydonni tumanimizda lazerni tekislayishda qildik. Bunun neticesinde bu ham bir suv tejash imkoniyatine ega bo'lib turibdi. Lazerni tekislayishda sug'orilgan maydonlarimizda suv chiqmay qolgan yer bo'lmaydi. İkilemci şollanish degan narsani o'zi bo'lmaydi. Ne uchun ma'lum miqdorda hamma yerga tekis suv borganligi sababli tuprog'i tarkibidagi tuz miqdori zekashlarga ketadi. Ma'lumki, Qo'shko'pir tumanining ayrim hududlariga suv olib borish qiyin. Shu bois dehqonlar suvdan unumli foydalanishda muayyan tajriba to'plashgan. Ayni kunlarda ham kanal va ariqlarni betonlashtirish ishlari, dalalarni lazerli tekislash ishlari davom etmoqda. Bu orqali nafaqat ob-hayotni, balki sug'orish uchun ketadigan vaqt, mablag' hamda ishchi kuchini ham tejash mumkin. Qo'shko'pir tumanida 2025-yil hasılı için buğday 3700 gektar yer maydonga buğday ektik. Hazır teyiga 400 kilodan ammofos berdik. Bahardagi birinchi oziqlantirishni oziqlantirib 200-300 kilodan mineral o'g'itini berib sug'orib turibmiz hozirgi kunda. Ko'chatlarimiz yaxshi, 90-100 sentnerdan olamiz degan niyatimiz bor buğdaydan. Paxta bu yil Qo'shko'pir tumanida 9800 gektar yerga rejalashtirganmiz. Tumanda yil boshidan boshlangan ekin maydonlarining sho'rini yuvish ishlari deyarli yakunlash arafasida. Har bir fermer va dehqon yer maydonlarini mavsum uchun urug' ekishga shay holatga keltirmoqda. Qo'shko'pirliklar bu yil ekin maydonlaridan yuqori va sifatli hosil olishni maqsad qilishgan. Yurtimizda har kim ta'lim olish huquqiga ega. Imkoniyati cheklangan fuqarolarning ham bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Endilikda ko'rish va harakatlanish bilan bog'liq kasalliklarga chalingan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish sharoitlari yaxshilanishi uchun transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Hozirgi lavhamizda shu mavzuda so'z boradi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar va tayanch harakatida muammolari bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy soha obyektlari, ta'lim muassasalariga borib kelishlariga qulayliklar yaratish maqsadida ijtimoiy ahamiyatga ega transport xizmati loyihasi ishga tushirildi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ko'rish va harakatlanish bilan bog'liq kasalliklarga chalingan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish sharoitlarini yaxshilash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni ta'lim bilan qamrab olish uchun davlatimiz tomonidan bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 4 ta maktab-internat, 7 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkiloti, shuningdek ularda tashkil qilingan g'amxo'rlik guruhlari hamda jami 31 ta umumta'lim maktabining 44 ta sinfida hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv guruhlar tashkil qilingan. Yangi qabul qilingan qarorimiz ham aynan mana shu ota-onalarimiz uchun, nogironligi bo'lgan farzandlarimizni ta'limga qamrab olish uchun yana bir imkoniyat bo'ldi desak adashmaymiz.
Bugungi kunga qadar ota-onalarimiz tomonidan farzandlarini shu alohida ta'limga jalb qilish uchun ularni ta'lim muassasasiga borib kelishlarida iqtisodiy tarafdan mablag' jihatidan bir qancha muammolar qiynab kelgan. Yangi qabul qilingan qarorimiz bilan ko'rish va harakatlanishi bilan kasallangan bolalarimizni ta'lim muassasalariga borib kelish uchun bir qancha imkoniyatlar yaratildi. Biz bu orqali ta'lim bilan qamrab olinmagan, nogironligi bo'lgan bolalarimizni ta'limga qamrash darajasini yanada orttirishga erishamiz. Transport xizmatlari ko'zlash to'g'risidagi imtiyozlar qanday tartibda belgilanganligini bevosita ota-onalarimiz Vazirlar Mahkamasining 126-sonli qarori bilan tanishgan holda batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Qaror bilan ushbu xizmatni 2025-yil 1-apreldan Toshkent, Andijon va Samarqand shaharlarida pilot loyihasi sifatida 2025-yilning yakuniga qadar esa respublikaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich joriy etish belgilangan. Bu orqali barcha hududlardagi imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishiga qulaylik va oila a'zolari uchun yengilliklar yaratish maqsad qilingan. Bugungi kunda maxsus maktab internatlari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2000 nafarga yaqin nogironligi bo'lgan bolalar qamrab olingan. Mazkur hujjat esa bu bolalarning ta'lim olishi jarayonida ishtirok etishi uchun to'siqsiz jarayonni tashkil etishga xizmat qiladi. Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Urganch filialida direktorlar kengashi yig'ilishi tashkil etildi. Unda tibbiyot sohasi vakillarini qayta tayyorlash bilan bog'liq muhim masalalarga e'tibor qaratildi. Direktorlar kengashida Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazining respublika bo'yicha barcha hududiy bo'limlari direktorlari ishtirok etdi. Unda asosan sohada to'plangan tajribalar va amaliyotdagi yangiliklar muhokama qilindi. Ma'ruzotchilar reabilitologiya yo'nalishi bo'yicha ta'limni yo'lga qo'yish, xalqaro hamkorlik, uzluksiz tibbiy ta'lim jarayonlari, o'zaro tajriba almashish mavzularida o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Hozirgi kunda Xorazm viloyatida 16 mingta hamshira faoliyat olib bormoqda. Shundan sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan birgalikda hamshiralar malaka oshirish faoliyati olib borilmoqda. Yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha, skrining bo'yicha, reabilitatsiya bo'yicha yana o'quv ishlari olib borilmoqda. Bu yilgi rejamizda 3200 hamshira o'qitish rejalangan hamda shu dasturlar bo'yicha malaka oshirish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Milliy protokol asosida ham malaka oshirilib turibdi. Shuna skrining bo'yicha ham o'qitilmoqda. Tadbirda namunaviy o'quv dastur va rejalar, uslubiy qo'llanmalar ham muhokama etildi. Bugungi rayosat yig'ilishida qator masalalar yo'lga qo'yilgan. Uy sharoitida reabilitatsiya masalalari, hozirgi kunda uni qanday amalga oshirish kerak, bu masala bo'yicha Prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha Qashqadaryo viloyatida 5 ta tumanda o'qishni tashkil etilish masalalari ko'rilgan edi. Mana 1-martdan boshlab bu o'qish tashkil etildi. Bu tajribani natijasiga ko'ra har bitta viloyatlarda tashkil etiladi. Hozir Qarshi filiali o'z tajribasini almashadi. Undan tashqari Respublika o'rta tibbiyot xodimlari malakasini oshirish markazida qator 10 dan ortiq mamlakatlar bilan xorijiy aloqalar yo'lga qo'yilgan va memorandumlar tuzilgan. Bu memorandumlar ijrosi, pedagoglarni xorijlarda malaka oshirish masalalari, bu masala ham ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda sterilizatsiya masalalari juda dolzarb masalasi, shu bo'yicha yangi ishlab chiqarilgan dastur muhokamasi va eng kerakligi Xorazm tajribasi. Xorazm filialimizni amalga oshirilgan ishlarni tajriba almashishi ko'rib chiqiladi. Direktorlar kengashining tashkil etilishidan asosiy maqsad markazda tahsil olayotgan har bir hamshiraning xizmat vazifasini amalga oshirishda yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklarning oldini olish hamda tizimdagi yangiliklardan xabardor qilishdan iborat. Davlat byudjetini shakllantiruvchi asosiy manba bu albatta soliqlar hisoblanadi. Shu bois jismoniy va yuridik shaxslarning belgilangan to'lovlari vaqtida amalga oshirishi mamlakat taraqqiyotida juda ahamiyatli. Soliq xizmati xodimlari tomonidan savdo va xizmat ko'rsatish faoliyatida xaridorlarga taqdim etilayotgan QR kodli cheklarning berilishi va fuqarolarning soliq bo'yicha tushunchalari o'rganildi. Hozir shu haqda.
Bugun barcha sohalar qatori soliq tizimi ham raqamlashib, avtomatlashgan tizimga o'tib bormoqda. Tadbirkorlarning ortiqcha ovoragarchiligi, vaqt hamda boshqa xarajatlar tejalmoqda. Birgina soliq mobil ilovasi orqali 50 dan ortiq xizmatlar yaratildi. Onlayn kassa apparatlari tizimi, elektron hisobotlar, QR kodli cheklar, elektron hisob fakturalar, bularning barchasi qog'oz shaklini yo'qotib elektronlashdi. Bu yashirin iqtisodiyotning oldini olishga qaratilgan katta qadam bo'ldi. Qolaversa, davlat idoralaridan daromadlarni yashirib, soliq to'lashdan bo'yin tovlashga olib keladigan yo'llar qisqardi. Soliq mobil ilovasi orqali keshbek olish yoki soliq hamkor bo'limidan murojaat yo'llashning tizimli ishlashi sohani yanada shaffoflashtirdi. Biroq bu imkoniyatlardan hamma ham xabardor emas. Biz ijodiy guruhimiz bilan iste'molchilarning bu boradagi fikrlarini o'rganishga harakat qildik. Xo'sh, fuqarolar QR kodli cheklar va ular orqali keshbeklardan foydalanish tartibini bilishadimi? Supermarketlarda, do'konlarda QR kodlardan, keshbeklardan foydalaniladi. Bularni bizga muntazam berib kelgan. Men o'zim ham chekdan foydalanib, soliq ilovasidan 400 minggacha pul chiqarib olganman. Lekin uyimiz tarafdagi kichkina do'konchilarda haqiqatan satqanini bermaydilar. O'zimiz so'rab olishga majbur bo'lamiz. Bir xil paytlar bo'ladi, biza chek so'rasak, ularga yoqmagan vaqtlari bo'ladi. Lekin talaba tutib turganimizdan keyin majbur chiqarib beradilar. Bundan hech qachon uyalmaganman. Bozorlarda rostdan ham chek umuman bermaydilar. Hattoki u yerda terminal ishlamagandan keyin chek ham bermaydilar. Naqd pul savdolayotganimizdan keyin shunday bo'ladi. Dükkanda çek alganim yok. Çek umuman görmedim ben magazinlerde alıp. Dedim endi biraz birinci gelişim, şunu bunu da alayatırman. Endi göremiz çek veremem yok mu? Hazır köpüsü vermeydi, sorasan beredi. Endi bundan kana bular özleri berişi gerek. Lekin bize sorap alamaz. Yok, ilovalardan foydalandım mı? Neyse umuman kızıkım mı? Soliq ilovasidan 2 yilga yaqin foydalanaman. Hamma payt chekimni olishga harakat etaman, keshbekimni qaytarib olaman. Kichkina magazinlarga kirgan vaqti ko'pchilik magazinlarda bermasligi mumkin. So'rab olsang chiqarib beradi. Vaqt katta magazinlardan bermasliklari mumkin. Iste'molchi o'z huquqlarini bilmasa, tadbirkor uning huquqlarini poymol qilishi kerak degani emas. Aksincha, har bir fuqaroga o'zi bu haqda eslatish kerak. Men 3 yildan beri savdo sohasida ishlayman. Bu yerga ishga kelganimdan 1 yil bo'ladi. Bizda mijozlar 300 dan 500 dan ortiq mijoz o'tiraman kunda. Ularning har biriga chekni beraman. Terminallarimiz, uz kartamiz, xumamiz va keshbek apparatimiz har doim ishlaydi bizda. Har doim ularga chekini vaqtida beraman. Chek olishni unutgan mijozlar ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ularni izidan qichqirib cheking solinglar, eslatamiz albatta. Biz har bir fuqaroni o'zlarini, huquqlarini bildirib qo'yib, ularni chekini vaqtida berishga harakat etamiz. Guvohi bo'lganingizdek, fuqarolar orasida o'z haq-huquqlarini biladigan iste'molchilar bilan bir qatorda o'zga yaratilgan imtiyozlardan bexabar, qonunchilikka qiziqmaydigan iste'molchilar ham yo'q emas. Bundan tashqari fuqarolarning soliq to'lash muddatlari va qaysi turdagi soliqlar to'lanishi kerakligi bo'yicha ham tushunchalarni o'rganishga urindik. Bugungi kunda fuqarolar qaysi turdagi soliqlarni to'laydi? Davlat tomonidan belgilangan mulk solig'i, daromaddan kelib chiqib daromad solig'i, yer joydan foydalanganlik uchun yer solig'i va shunga o'xshash boshqa turdagi soliqlarni to'laydilar. Hamma turdagi soliqlarni to'laymiz. Biz endi domda turgandan keyin mulk solig'i to'laymiz. Soliq kompaniyasining o'zina bormaymiz. Mobil telefon orqali klik yoki payme ashning uslublaridan foydalanib to'lab qo'yaveramiz. Yer solig'i, mulk solig'i vaqtida to'laymiz. Aprelda, oktyabrda 15-gacha to'lash kerak. Belgilangan vaqtida to'laymiz har vaqt. O'rganish davomida tizim xodimlari tomonidan savdo va xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshirilgan har bir xarid yoki ko'rsatilgan xizmat uchun onlayn nazorat kassa mashinalaridan xarid chekini to'liq miqdorda shakllantirish hamda belgilangan tartibda xaridorga taqdim etish mas'uliyati tadbirkorlik subyektlari zimmasiga yuklatilgani yana bir bor eslatib o'tildi. Bundan tashqari sotuvchilar mijozlarga QR kod va fiskal belgili chek taqdim etishlari shartligi, chek bermaslik qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'lishi tushuntirildi. 2025-yil yanvar-fevral-mart oylarında 300 ga yaqin murojaatlar kelib tushib, bizlar shulardan 250 tasida sayyor soliq tekshiruvini o'tkazib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirganmiz. Chek bermaslik holati bo'yicha tuzilgan ma'muriy bayonnoma bo'yicha tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarima qo'llaniladi. O'tgan 2 oy ichida Urganch shahar hududida 240 dona tadbirkorlik subyektlari moliyaviy jarimaga tortilib, ma'muriy jarima belgilandi. Shuningdek, jarima haqida gapiradigan bo'lsak, tadbirkorlik subyektlariga qo'llanilgan moliyaviy jarima birinchi marta qo'llanilgan 5 million. Bu
qonun buzish holati takroran 1 yil ichida takrorlanadigan bo'lsa, ikkinchi marta 10 million so'm moliyaviy jarima qo'llanishi belgilangan. Iste'molchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar, soliqlarni to'lash muddatlari, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash masalalari yuzasidan jamoatchilik fikrini o'rganish orqali yurtdoshlarimizning qanchalik faol yoki bee'tibor ekanliklariga ko'zgu tutishga harakat qildik. Aslida har bir fuqaro va tadbirkor soliqlar va imtiyozlar, qonunchilikdagi yangiliklar borasida xabardor bo'lib borishi kerak. Yurtimizda milliy madaniyat va ma'naviyatimiz rivojiga hissa qo'shgan taniqli ijodkorlar, adabiyot va san'at vakillari ko'plab topiladi. 6-mart betakror ovoz va ijod sohibasi, O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova tavallud topgan kun. Hofizaning 85 yillik munosabati bilan viloyat musiqali drama teatrida madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Bu yangroq va yoqimli xonish qo'shiqqa oshiqda ne dillarni rom etmagan deysiz. Ulkan iste'dod sohibasi qo'shiq kuylaganda dillarga iliqlik, tuyg'ularimizga uyg'oqlik baxsh etib turadi. Olmaxon Hayitova 1940-yilning 6-mart sanasida Xonqa tumanida tug'ilgan. Yoshligidan san'atga mehr uyg'onib, mashhur hofizlar Hojixon Boltayev, O'ktam Saidov kabi xonqalik ustozlarga ergashadi. Shu tariqa ulkan va zalvorli san'at yo'liga kirib keladi. Tadbirda viloyat hokimi o'rinbosari Botir Saidov qatnashib, san'atkorning milliy musiqa ijodiyotidagi o'rni haqida gapirdi. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan san'atkorning ijodiy merosiga e'tibor qaratilib, u yaratgan kuy va qo'shiqlardan namunalar ijro qilindi. Olmaxon opa o'zbek qo'shiqchilik san'atida o'ziga xos bir ijod maktabini yaratgan ijodkor hofiza ayollardan biri. Chunki u nafaqat ijrochi, u bastakorlik ham qilganlar. Olmaxon opani ijro dasturini nazar tashlaydigan bo'lsak, uni ijro dasturida shu milliy musiqamizdagi bo'lgan barcha janrlarni kuzatish mumkin. Misol uchun qoyilmaqom qilib aytgan Firuz turkumlari bor, Suvarat turkumlari bor. Bulardan tashqari mana Toshkent Irog'ini qoyilmaqom qilib aytganlar. Yana mana ayniqsa Olmaxon opani o'zina jalb qiladigan narsasi shu onam derman bilan O'zbekiston gullari. Haqiqatan ham shu ijod qilgan narsalar, ijod qilgan narsalar maxsus Olmaxon opa uchun ijod qilingan. Hali mana boshqalarning ijodini eshitamiz, lekin hali men hech birida shu Olmaxon opaniga deyin tam, Olmaxon opaniga deyin ijro uslubini sezganim yo'q. O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitova izdoshlarining ohanglarida xonanda qoldirgan boy musiqiy uslub va xonishlarni anglash mumkin. Avvalambor ustozlar haqida gapiradigan bo'lsam, hayajon bosadi meni birinchida, chunki ustozimiz Olmaxon Hayitovani ovozi juda ham katta diapazonli, kuchli ovoz bo'lganda, ustozniki birinchi marta ko'rganimda to'g'risi hayajonlanib qo'rqib qolganman ustozni savlatidan-da. Uni meni nimasi bosgan bilasiz? Uni san'atini kuchi bosgan meni. Hozir mana ikkita qo'shig'ini ijro qildim. Birinchi konsertimda ham, ikkinchi konsertimda ham ustoz Olmaxon Hayitovani qo'shiqlaridan foydalanganman. Nimaga? Chunki biz shu qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganmiz. Maqsadim ustozni xotirlash. Misoli hozir mana yoshlar ko'pincha estrada qo'shiqlarni eshitadi-ku, biz paytimizda ustozlarni eshitganmiz, quloq qondi bo'lib qolganda. Olmaxon opani yana bir tomonlari borki, u qo'lida tori bilan chiqib 60-yillarda hali san'atni yangi bir qadam qo'yilayotgan davrda zamona mos narsalarni ijro qilib, hamma tinglovchilarni qoyil qoldirgan. Ayniqsa undagi o'sha barmoqlarning harakatlari, ovozini mosligi va uning ovoz diapazonining kengligi va eng bir hofiz uchun zarur bo'lgan narsalardan biri o'sha baland avjlarda so'z o'qishi. Shunga o'xshash tomonlarini Olmaxon opada sezishimiz mumkin. Mana bugun uni ijodiy 85 yilligi nishonlanar ekan, o'ylaymizki kelgusida Olmaxon opadan ta'lim olib, Olmaxon opani ijrolaridan qandaydir bir andoza olib, yoshlar o'zining izidan borsa ajab emas deb o'ylayman. Olmaxon Hayitova ijro ohanglarida ulug'vorlik, kamdan kam ayollarda uchraydigan jadallik va nafislikni ko'rish mumkin. U mashhur hofizlar Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov, Ro'zmat Jumaniyozov kabilarning mahorat maktablarining davomchisi bo'la oldi. Xonanda tor cholg'usini o'ziga rasm qilib, betakror maktab yaratdi.
u kuylagan maqom qo'shiqlari, Xorazm suvoralari, Farg'ona Toshkent aytim yo'lidagi navolari betakrorlik kasb etadi. Bastakorlik namunasida yaratgan qo'shiqlari Amu to'lqini, Onam derman, San manga keraksan yoki O'zbekiston gullari singari taronalari bilan dilimizga yaqin va abadiylikka daxldordir. Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Respublikamizning boshqa olimpiya turlarini rivojlantirish qatorida suv sport turlarining ommaviyligini oshirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish borasida mutaxassislar oldiga muhim vazifalar qo'yilgan. Bu yo'nalishda viloyatimizda ham bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqda atroflicha muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Yangi O'zbekistonda suv sport turlarini yanada rivojlantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Yangi suzish havzalari barpo etilib, faoliyat ko'rsatayotgan basseynlar qayta ta'mirlanmoqda. O'z navbatida suv sport turlari ommaviyligini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari bazasida suzish, sinxron suzish, suvga sakrash, waterpolo, baydarka va kanoeda eshkak eshi sport turlarini rivojlantirishga ham sharoitlar yaratilyapti. Statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, viloyat sportchilari tomonidan musobaqalarda erishilayotgan yutuqlar sezilarli darajada oshganiga guvoh bo'lamiz. Hozirda suzish viloyatda istiqbolli sport yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Buning sabablari hududda zamonaviy suzish havzalarining mavjudligi va sport obyektlarini malakali mutaxassislar bilan ta'minlash masalasi ijobiy yechilgani desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda viloyatda deyarli 1000 nafarga yaqin yoshlar suv sport turlari bilan shug'ullanadi. Boshqa sport maktablari vakillari qatorida Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi suzuvchilari ham respublika musobaqalarida g'olib va sovrindor bo'lishyapti. Mana 2023-24 o'quv yiliga oladigan bo'lsak, Xorazm viloyatida umumiy olib qaraganda 82 ta medalga Xorazm viloyati sazovor bo'ldi. Suzish sportini o'zida o'shandan 54 tasi Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi suzuvchilarini olgan medallariga to'g'ri keladi. Oldimizda Angren tumanida bo'lib o'tadigan 11-13 yosh toifasidagi suzuvchilar o'rtasida O'zbekiston chempionati musobaqasiga shu viloyatimizni hamma sport maktablaridan barcha sportchilarni yig'ib, o'quv yig'im mashg'ulotlarini Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi suv havzasida olib boryapmiz. Viloyatimizning asosiy terma jamoasini Urganch shahri Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi suzuvchilari va suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari tashkil qilmoqda. Markazning suzish bo'limida 26 nafar sportchi mashg'ulotlarda ishtirok etadi. Ulardan Azizbek Raimov, Inomjon Turayev, Maftuna Madrimova, Bibi Maryam Bobojonova va boshqalar nomlari respublika birinchiliklarida peshqadamlar safida e'tirof etiladi. 2025-2026 yillarda suv sport turlarini yanada rivojlantirish vazifalari dasturiga Urganch Olimpiya va Paralimpiya markazining 50 metrlik suv havzasini ta'mirlash masalasi ham kiritilgan. Bunga muvofiq ushbu basseyn yopiq turdagi havzaga aylantiriladi. Bu degani qayta ta'mirlangan majmuada suzish bilan birga waterpolo, suvga sakrash, sinxron suzish kabi suv sport turlarini rivojlantirishga yangi imkoniyatlar yaratiladi. Xorazm ob-havoni kuzatish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kecha kunduzda viloyatimizda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, ba'zi joylarda qorga aylanishi mumkin. Shamol g'arb tomondan har soniyada 7-12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda uning tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5 darajagacha iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Urganch shahrida kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, Xorazm 24 axborot dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.